Buni pijamalarni qaranglar, 32 yuandan. S, M, L, XL razmerlari bor. Har xil rasvetkalar, imенно buni emas, boshqa pijamalarda. Bu yer juda katta sklad, arzon narxda bemalol olib turib, optim bizneslar boshlasangiz bo'ladi. Pijamalar 25 yuandan boshlanadi. Kачествоsi normali, super. Skladni ko'ringizlar kattaligini. Agar sizlar Guanjuga kelib turib, polni shunaqa skladlarda ko'raman yoki boshqa shaharlarga boraman desangiz, martdan harakat qilingizlar. O'sha bilet sotuvga qo'yildi. Kim kelmoqchi bo'lsa, sizlarni o'zim shaxsan kutib olaman yoki yonimdagi yordamchilar. Albatta aloqaga chiqingizlar. Storiesimni ko'rsalaringiz, storiesimda Telegram gruppamni atmetka qilyapman. Qarangizlar, bu skladlarda qarangizlar. Oxiri yo'q skladni. Juda ham katta skladlar. Bunaqa skladlarga endi har kun kelamiz. Sizlar agar kelmoqchi bo'lsalaringiz, sizlarga ham olib kelinadi. Olib kelib ko'rsatilib, mana skladlarni o'zingiz ko'rib, tanlab olasizlar. Pijamalar juda ko'p. Vыбор слишком katta. Shuning uchun hamma bozorlarga boryapman. Mebel, tkань, даже hamma bozorlarda ko'rib, o'zim просто opit qilyapman, чтобы ertaga kelganda uyalib qolmaslik uchun. Mana shu bozorda mana shunday bemalol gapirib biladigan bo'lib, pijamalarni qarangizlar, zo'rligini, вообще shokolad pijamalar. Agar kelmaymiz, chiqarib bering ulyapti desangiz, xohlagan pijamalaringizni chiqarib beraman. Ko'rib turibsizlar. Vыбор kattaligini, hali u naryoqqa kirsangiz, yana orqani qarasangiz, orqada ham juda ko'p. Vыбор слишком katta qizlar. Bozorlardan emas, mana shunday skladlardan olaman desangiz, skladlargacha ham olib kelaveramiz. 25 yuandan, 30-32 yuandan qancha ko'p olsangiz, shuncha savdolashiladi. Ko'rib turibsizlar. Vыборda. Bu yerda qarangizlar endi. Kattaligini bu yerda.